Bir vaqtlar nima degandim Fazliddin haqida? Bu kasofat qasamxo'r, Lildi ikkinchi sortda bu. Munisopa uni vokalga jo'natgan. Munisopa uni pulini berib yurgan har kuni. Tuqqani ketganda ham pulini berib boqib yurgan. Hamma yoqqa olib yurgan. Billalashib muzika yozishgan. X Factorda Munisopa urush janjal qilib ushab o'tirdi o'shani. O'zi lichna aytdi Munisopa, men ushab turdim shuni. Haydashib yormasa rahmim kelganidan. Ovqatni kam yedim degani uchun o'zimni sostavimga oldim deb aytdi Munisopa. U ko't bitta kosmetolog opa keling choy ichamiz biror joyda o'tirib, biz yugurib kelib olib, ovqatini yeb, Munisopani yomonlabdi. Menga kuniga 100 ming beradi, menga ovqat bermaydi, taksimga ham pul yetmayapti, unaqa bo'lyapti, blogerlik qilaman desam ruxsat bermayapti, morojniy sotaman desam ruxsat bermayapti. O'zimga ijod qilishga bermayapti deb. Mana nafaslari shu bolajonimizga qaranglar. Qattanvat nafasi. Mana apparaturalar tomog'iga nafas etishi. Mana tomog'iga apparat bilanda mana shu shnakada. Munisopani yomonlab chiqibdi. Kosmetolog, u kosmetolog menga chiqyapti. Fazliddinning nomerini tashayapti. Telefon qiling, gaplashing, Munisopa qo'yib yormayapti ekan deb. Keyin men Munisopaga chiqdim. Shu rostmi? Shu bolani qo'yib yormayapsizmi desam, "Ah, ты неблагодарный. Men har bitta to'ydan deyapti 100 ming berganman. 5 ta to'y bo'lsa 500 ming kuniga topgan." deb shunaqa qilib keyin голосовойlarni Munisopa menga tashab yubordi. Mana bu неблагодарный. Keyin Munisopa haydab yubordi uni. Qo'shiqlaringni mana olasan, иди в жопу deb. Fazliddinni haydab yubordingizmi-da? Prям haydab yubordim, da. Yo'l kiralarigacha, dorilargacha, dori-darmonlarigacha hammasini ta'minlaganman. Alloh guvoh. Gapirsa ko'p, gap ko'p. Prosta rahmim kelgani uchun yordam berdim, mayli. Erim qaytadilar, xudo xolasa, mana yaqin kunlarda inshaalloh. Nima doim odamlar aldab ketadi. Bilmayman, ishonchuvman-da. Ishonchu. Juda ham hammaga ishonib ketaman. Hammaga yordam bergim keladi, lekin noto'g'ri narsa. Alloh yordam bersin, banda emas.